Hikoya tashlandiq bir zavodda boshlanadi. Bir to'da bezorilar Xiao Yongni zombi bilan tola qafas ustiga bo'glab qo'yishgan edi. To'da boshligi unga barcha do'stlari olganini, endi yashashining hech qanday ma'nosi qolmaganini aytadi. Ammo Xiao Yong buning hech biri uning aybi emasligini bilardi. Barcha ayb Ku Qingda edi. U nafrat bilan o'ylardi, bu ayol dahshatli olimga loyiq. Ku Qing esa ulkan gavdali bir erkakka suyanib turar, Xiao Yongni masxara qilib, yana uni qo'rqitayotganini aytardi. U hatto istagancha qiynashlari mumkinligini aytib, bosib olgan bazasida yigib qo'ygan oziq-ovqat va boshqa zaxiralari uchun unga rahmat ham aytdi. Chunki aynan o'sha zaxiralar ularga yana bir necha oy yashash imkonini berardi. Ko'p o'tmay, ular Xiao Yongni zombi qafasiga uloqtirishdi. Qo'l-oyoqlari bo'glanganligi sababli u o'zini himoya qila olmadi va och zombi to'dasi uni shafqatsizlarcha parchalashga kirishdi. O'sha dahshatli lahzada Xiao Yong o'ziga qasam ichdi. Agar taqdir unga yana bir imkon bersa, qanday narx to'lashiga qaramay, albatta Ku Qingni oldiradi. Birdan u uydagi divanda terga botgan holda chochib uyg'onib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, bularning barchasi tush ekan. Shu payt Ku Qing paydo bo'lib, nega uning ismi hali ham uy hujjatlariga yozilmaganini so'radi. Go'yoki bu Xiao Yongning uni chin dildan sevmasligini isbotlardi. Xiao Yong nima bo'layotganini tushunishga harakat qildi va dahshat bilan bir haqiqatni angladi. U qiyomat boshlanishidan oldingi vaqtga qaytib kelgan edi. U kelajakdagi o'sha dahshatli voqealarni juda yaxshi eslardi. O'sha paytda Ku Qing o'zini bechora qilib ko'rsatib, uning ishonchini qozongan, keyin esa xiyonat qilib, dushmanlarni uning bazasiga boshlab kelgan edi. Aynan uning xiyonati tufayli Xiao Yong hamma narsasidan ayrilgan, ko'chada qolgan va zombi apokalipsisi ichida omon qolish uchun kurashishga majbur bo'lgan. Dunyo qulagach, u haqiqiy do'stlar orttirgan va ular bilan birga tirik qolishga muvaffaq bo'lgan. Ammo Ku Qingning xiyonatini hech qachon unutmadi. Endi esa 60 ga qaytgan Xiao Yong Ku Qingning yana o'z ulushini talab qilib nolayotganini ko'rdi. U nafrat bilan o'yladi, bu ayol qaysi zamonda bo'lmasin, baribir bir xil pastkash odam. Bu safar u shoshqaloqlik qilmaslikka qaror qildi. Ku Qing unga hamma ishni bir hafta ichida hal qilishni talab qilib ultimatum qo'ydi. Ammo Xiao Yong indamay uni kvartiradan tashqariga chiqarib yubordi va hammasini o'zi hal qilishini aytdi. So'ng eshikni uning yuziga qarsillatib yopdi. Tashqarida qolgan Ku Qing nima bo'lganiga ishona olmadi. Axir u Xiao Yongni doimo xizmatkordek boshqarib kelganiga amin edi. Nega endi u bunday munosabat qilyapti? Ammo endi Xiao Yong uning asl basharasini ham, kelajakda nimalar qilishini ham juda yaxshi bilardi. Soatga qarab, Xiao Yong butun dunyoni dahshatga aylantiradigan falokat boshlanishiga atigi bir oy qolganini tushundi. U darhol tayyorgarlikni boshlashga qaror qildi. Lekin kutilmaganda uning oldida xuddi video o'yindagidek tizim oynasi paydo bo'ldi. Xiao Yong apokalipsis tizimi faollashganini angladi. Tizim unga imkon qadar tez bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar ro'yxatini ko'rsatdi. Birinchi vazifa apokalipsisga tayyorgarlik ko'rish edi. Buning uchun u yer maydoni sotib olishi va kamida 1 yil yashashga yetadigan oziq-ovqat hamda boshqa zarur zaxiralarni yigishi kerak edi. Ushbu birinchi vazifani bajargani uchun mukofot sifatida 10 ta tizim balli berilardi. Bu ballarni tizim do'konidagi turli buyumlarga almashtirish mumkin edi. Do'konni ko'zdan kechirarkan, Xiao Yong 20 ball evaziga jismoniy kuchni oshiruvchi ichimlik, 2 ballga 1 darajali omon qolish to'plami va 10 ballga 1 darajali bosh qahramon qutisini sotib olish mumkinligini ko'rdi. U ko'zlariga ishona olmadi, ammo bu imkoniyatdan albatta foydalanishga qaror qildi. Shu bilan birga, u apokalipsisdan oldingi hayotini esladi. O'sha paytda u pulni behuda sarflab, mas'uliyatsiz yashagan edi. Endi esa atigi 1 oy ichida zombi balosi boshlanishini va vaqt juda oz qolganini yaxshi bilardi. Shuning uchun u o'ziga oxirgi marta hashamatli hayotdan bahramand bo'lish imkonini berdi va qimmat restoranga yo'l oldi. U ilgari hech qachon tatib ko'rmagan nafis taomlarni buyurtma qildi va har bir luqmadan rohatlanib ovqatlandi. Go'yo bu uning oddiy inson sifatida yashayotgan so'nggi kuni edi. Ovqatlanayotgan paytda telefoni jiringladi. Qo'ng'iroq qilayotgan shu edi. U Ku Qingning yaqin dugonasi va Xiao Yongning go'yoki sevgilisi hisoblanardi. Xiao Yong darrov Ku Qing unga borib shikoyat qilganini tushundi. Telefonni ko'tarishi bilan shuya baqira boshladi.
U nega Ku Qingning ismi uy hujjatlariga yozilmaganini so'rab, bu shunchaki sinf bo'lganini va Xiao Yong undan yiqilganini aytdi. So'ng unga 1 millionni Ku Qingning hisobiga o'tkazishni, tiz chokib uzr so'rashni, aks holda ajralishga tayyor turishini buyurdi. Xiao Yong esa bularning barchasini kulgili deb o'yladi va hech narsa demasdan telefonni o'chirib qo'ydi. U bunday odamlarga vaqt sarflashning foydasi yo'qligini bilardi. Uning oldida bundan ham muhim vazifalar turardi. Eng avvalo, u zombi va boshqa odamlardan himoyalanadigan mustahkam qal'a qurish uchun yer sotib olish kerak edi. Shu maqsadda u ko'chmas mulk agentligiga bordi. U yerga kirgach, administrator undan uy sotib olmoqchimi yoki ijaraga olmoqchimi deb so'radi. Xiao Yong esa buning ikkalasi ham emasligini aytdi. Buni eshitgan menejer Xiao Yongning oddiy kiyinganiga qarab, administratorni ichkariga chaqirdi va uni bekorga vaqt sarflayotganlikda aybladi. U Xiao Yongni haqiqiy mijoz emasligini, bunday kiyimdagi odam hatto hammomni ham ijaraga ololmasligini masxara qildi. Hatto agar Xiao Yongning uy sotib olishga puli chiqsa, najas yeyishga ham tayyorman, deb kibr bilan gapirdi. Xiao Yong esa xotirjamligini saqlab, keyinroq unga yangi taom topib berishini aytdi. So'ng u bu yerga uy sotib olish, sotish yoki ijaraga olish uchun emas, balki yer maydoni xarid qilish uchun kelganini tushuntirdi. Qora bank kartasini ko'rsatishi bilan hammaning ko'zlari katta-katta ochildi. Administrator darhol uning oldiga qaytib kelib, mavjud yer maydonlarini batafsil tanishtirish uchun o'ziga ergashishini so'radi. Ammo menejer baribir ishonmadi. U Xiao Yong shunchaki boy ko'rinishga urinayotganini va aslida buncha pulga ega emasligini da'vo qilishda davom etdi. Shunga qaramay, agent unga turli yer maydonlari keltirilgan katalogni ko'rsatdi. Unda har bir joyning joylashuvi, afzalliklari, kamchiliklari va xususiyatlari batafsil yozilgan edi. Shunda Xiao Yong apokalipsisga tayyorgarlik ko'rish uchun eng mos joyni tanlashi mumkin edi. Xiao Yong esa qo'shimcha tushuntirishlarga hojat yo'qligini aytib, agentdan faqat uning talablariga mos keladigan yerlarni ko'rsatishini so'radi. U tog'larga yaqin suv manbai bor, iloji bo'lsa daryo bo'yidagi, transport qatnovi qulay va hatto zavod qurishga yaroqli yer kerakligini aytdi. Shu payt menejer shu gapga aralashib, bunday talablarga aynan sharqiy hududdagi yerlar mos kelishini aytdi. Ammo agent bunga qarshi chiqdi. Uning aytishicha, u yerda faqat qurilishi tugallanmagan tashlandiq zavodlar bor edi. Muammolari hal qilinmagani sababli ularni jiddiy xaridorlarga sotish deyarli imkonsiz edi. Menejer shu yana Xiao Yongni masxara qila boshladi. U Xiao Yong shunchaki bema'ni talablar qo'yib, odamlarning vaqtini olayotganini va aslida hech narsa sotib olish niyati yo'qligini aytdi. Lekin Xiao Yong jiddiy ohangda sharqiy hudud uning talablariga haqiqatan ham mos keladimi deb so'radi. Agent buni tasdiqladi va u yerdagi barcha binolar qurilishi yarimta qolgan zavodlardan iborat ekanini tushuntirdi. Xiao Yong hammasini sinchiklab o'ylab chiqdi va bu joy aslida aynan o'zi izlayotgan maskan ekanini tushundi. Joylashuvi juda qulay edi. Uni himoya qilish oson, bosib olish esa ancha qiyin bo'lardi. Bundan tashqari, zavodning asosiy qismi allaqachon qurib qo'yilgani sababli u ham katta mablag'ni tejardi. Hammasini noldan qurish o'rniga faqat qolgan qismini tugatish kifoya edi. Shu tariqa u qarorini qildi. Xiao Yong aynan shu yerni sotib olishini aytib, shartnomani darhol imzolab, to'lovni ham shu zahoti amalga oshirish mumkinmi deb so'radi. Agent biroz hayron bo'lsa-da, albatta mumkinligini aytdi. Ammo Xiao Yongning chindan ham qurilishi tugallanmagan zavodni sotib olmoqchi ekanini anglab, yanada hayratga tushdi. Bu orada menejer Zu kulib yubordi. U buning iloji yo'qligini, chunki dastlabki to'lov juda katta ekanini aytib, Xiao Yongda bunaqa pul bo'lishiga ishonmasdi. Ammo Xiao Yong qora bank kartasini chiqarib, to'lovni tasdiqlagan zahoti agentlikdagi hamma hayratda qoldi. U shartnomani iloji boricha tezroq rasmiylashtirish kerakligini aytdi. Hatto hazillashib, tezroq ketish kerakligini, chunki kimdir hali ham yangi taom yeyishni kutayotganini eslatdi. Oradan ko'p o'tmay, menejer shu vahimaga tushdi. Chunki Xiao Yong yer uchun talab qilingan 30 millionni haqiqatan ham to'lab bo'lgandi. Agentlikdagi barcha xodimlar darhol menejer shuni va'dasini bajarishga majbur qila boshlashdi. Axir u Xiao Yongda pul chiqsa, najas yeyman, deb hammaning oldida gapirgan edi. Ba'zilar hatto uning sharmandali holatini telefonlariga videoga ola boshlashdi.
Xiao Yong esa birinchi vazifasini muvaffaqiyatli bajargandan yengil tortdi. Endi u apokalipsisga tayyorgarlik ko'rish uchun oz hududiga ega edi. Garchi juda katta mablag' sarflagan bo'lsa ham, oldinda oziq-ovqat va boshqa zaxiralarni yegish uchun yana ko'p pul topishi kerakligini yaxshi bilardi. Xuddi shu paytda Ju Hyong agentlikka kirib keldi. Ichkaridagi shovqin-suronni ko'rib, nima bo'layotganini so'radi. Ju Hyong ichkariga kirgach, hamma menejer shuni o'zining sharmandali va'dasini bajarishga majbur qilayotganini ko'rdi. Bu holat unga juda galati tuyuldi. Shaharning boshqa tomonida esa Ku King uyida bekorchi ishlari bilan band edi. Shu payt unga Ju Hyongning o'zi qo'ng'iroq qildi. U Xiao Yong ko'chmas mulk agentligiga borib yer sotib olganini aytdi. Buni eshitgan Ku King qotib qoldi. U Xiao Yong bunchalik katta pulni qayerdan olganini tushuna olmay hayron edi. Ju Hyong unga Xiao Yong yer uchun 30 million to'laganini, ehtimol bu ularning unashtiruvi uchun yigilgan pul ekanini aytdi. Ku King gazabdan quturib ketdi. U Xiao Yong go'yoki uning pulini olib, yer sotib olganiga ishonardi. Ju Hyong uni tinchlantirishga urinib, avval Xiao Yong bilan gaplashib vaziyatni bilib olishini tavsiya qildi. Ammo Ku King bunga rozi bo'lmadi. U Xiao Yong o'ziga qarshi bosh ko'tarayotganini aytib, o'sha kunning o'zida uni internetda sharmanda qilishini aytdi. Bu paytda Xiao Yong uyda keyingi rejalarni xotirjam o'ylab o'tirardi. U bir yilga yetadigan oziq-ovqat va boshqa zarur zaxiralarni yegish uchun hali yana juda ko'p pul kerakligini bilardi. Birdan eshik qattiq taqillay boshladi. Eshik ortida Ku King va uning dugonasi Shuya turardi. Ku King jahli chiqib, undan qanday qilib uning puliga yer sotib olishga jur'at qilganini so'radi. Xiao Yongning sabri tugadi. U darrov uni to'g'rilab, bu pul o'ziniki ekanini, Ku Kingga esa bundan keyin bir tiyin ham sarflamasligini aytdi. U yana kinoya bilan, agar pul kerak bo'lsa, Ju Hyongdan so'rashi mumkinligini qo'shib qo'ydi. Axir ular juda yaqin edi. Ku King birdan dovdirab qoldi. U Xiao Yong u bilan Ju Hyong o'rtasidagi yashirin munosabatni qayerdan bilganini tushuna olmay qoldi. Shuya esa vaziyatni yumshatishga urinib, bularning barchasi tushunmovchilik ekanini aytdi. Ammo Xiao Yong qat'iy ohangda hech qanday tushunmovchilik yo'qligini aytdi. U Ku King bilan hech qachon haqiqiy juftlik bo'lmaganini va o'ziga tegishli hech narsa unga tegishli emasligini ochiq aytdi. Shundan so'ng ularga yana bir ogiz ham gapirish imkonini bermay, eshikni yuzlariga qarsillatib yopdi. Yo'lakda qolgan Ku King karaxt holda liftda pastga tusharkan, Xiao Yong uning Ju Hyong bilan bo'lgan yashirin aloqasini qayerdan bilganini o'ylashda davom etdi. Shuya dugonasiga tasalli berayotgandek ko'rinib, undan Ju Hyong bilan haqiqatan ham uchrashayotganini so'radi. Ku King buni yashirmadi. Ular allaqachon bir necha bor uchrashganini tan oldi. Ammo Shuya aslida unchalik ham sodiq dugona emas edi. Ichida u Xiao Yong bilan Ku Kingning janjalini o'zi uchun ajoyib imkoniyat deb o'yladi. U vaziyatdan foydalanib, Xiao Yongga yaqinlashishni, uning boyligini va hatto yangi sotib olgan yerini ham qo'lga kiritishni rejalashtirdi. Oradan biroz vaqt o'tib, Xiao Yong yangi sotib olgan hududiga borib, qurilish chizmalarini ko'zdan kechirdi. U qurilishi yarimta qolgan zavodni tugatish uchun pudratchi yollagan edi. Ammo uning maqsadi oddiy zavod emas, balki haqiqiy qal'a qurish edi. U muhandis bilan ta'mirlash rejasini muhokama qilib, mustahkamlashtirilgan devorlar, qoriqlash minoralari, tikanli simlar, portlashga chidamli qalin po'lat eshiklar va oq o'tmaydigan oynalar o'rnatilishini talab qildi. Muhandis esa hayron bo'lib, bularning barchasi nima uchun kerakligini so'radi. Xullas hammaga salom, yana bir marta jigarlarim, orada ancha to'xtab qoldik. Buning sabablari Telegram kanalda aytilgan. Xullas endi bundan keyin deyarli har kuni bir qism chiqadi. Paddeshga qilib tursanglar bo'ldi. Keyingi qism 444 ta laykdan so'ng chiqadi. Bilaman bu sizlar uchun hech narsa emas.